Do'stlar, assalomu alaykum. Bugun biz Chang'an kompaniyasining Toshkent shahri Index bozoridagi rasmiy dilerlik avtosaloniga keldik va bu yerda biz Chang'an yuk avtomobillari haqida sizlarga ma'lumotlar berib o'tamiz va to'lov turlari bilan tanishtirib o'tamiz. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab borasizlar. Qani ketdik. Siz o'z biznesingiz uchun mos furgon tanlay olmayapsizmi? Unda biz sizga yordam beramiz. Bizda Chang'an va barcha turdagi yuk avtomobillariga furgon, xolodilnik furgon, o'rta tent, tunuka qoplab berish xizmatlari mavjud va bizning korxonamiz 20 yillik ish tajribasiga ega va biz o'z ishimizga katta kafolat, 5 yil kafolat beramiz. Kimga shunaqa furgon o'rnatish xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Avtofurgon to'g'ri tanlov, sizni kutib qolamiz. Akmal aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Siz hozir Xitoydan birinchi qo'l mashinalarni o'zingiz olib kelasiz, to'g'rimi? Rasmiy dilerствосini olgansiz. Aha, Akmal aka, hozir sizda qanaqa modeldagi yuk avtomobillar bor Chang'anni? Hozirgi kunda ko'rib turganingizdek, mana 280 modellarimiz bor. Bularni bir tanishtirib o'tsangiz. 280 modellarimiz mana ko'rib turganingizdek, bort razmeri 280 ga 160. Bulardan bemalol bort kabinali yasasanglar bo'ladi. Buni yuk ko'tarish hajmi qanaqa? Yuk ko'tarish hajmi 1 tonna 360 kilo. 1 tonna 360 kilo. Xo'p, balonlari? Balonlari 14. Endi e'tibor bersanglar, mana resorlari klub ustidan, undan tashqari kuzovlarimizda baquvvat, juda ko'p qolgan Chang'anlardan bizga nisbatan bizning Chang'anlarimiz baquvvat. O'zi ma'lumot o'rnida aytib o'taman, chunki ko'p ma'lumot izladim. Chang'an pashta 2 asrdan beri ishlab chiqarilayotgan ekan-da. 1862-yil eng birinchi ishlab chiqarila boshlagan ekan. Unda ot aravalar, temir yo'lga har xil xomashyo, mexanizmlar ishlab chiqarilgan ekan. Undan keyin 1950-yildan boshlab mana shu Chang'an yuk avtomobillari jahon bozoriga chiqa boshlagan ekan, ishlab chiqarila boshlagan ekan. Chunki hali birorta mashina bunaqa tarixga ega emas ekan. Chunki men o'zim qiziqdim. Bitta ana Chang'an 2 asrlik tarixga ega. Buni xo'p, buni yoqilg'isi qanaqa? Yoqilg'isi hozirgi kunda benzinda ham yuradi. Undan tashqari metan, propanga ham yuradi bu. Metan, propanga ham yuradi. Nechta benzin rasxod qiladi? Benzin 100 kilometrga 7-8 litr rasxod qiladi. 7-8. Yuk bilan bo'lsa-chi? Yuk bilan 10 litrgacha rasxod qiladi. Bu salon holati haqida ham ozgina ma'lumot berib o'rsangiz. Mana ko'rib turganingizdek, bizning mashinamizdan rul elektronli, konditsioner bor, salon bejvoy. Only elektronika oynalari ham. Mana ko'rib turganingizdek, dizayn juda yaxshi ishlangan. Hali birorta mashinada bunaqa dizayn ko'rganim yo'q. Kamdan kam mashinada bunaqa chiroyli dizayn bilan ishlangan. Det borda bunda. Yana qarang. Bunda qanaqa qulayliklar yaratilgan hozir bundan tashqari? Bu mashinamizda qulaylik tomoni hozirgi kunda mana kunlar isishni boshladi, konditsioner bor. Konditsionerlari bor. Xo'p, motor holati qanaqa buni? Motor holati buni tsepli motor, Yaponiya texnologiyasi, Mitsubishi texnologiyasi bilan ishlab chiqarilgan. Necha ot kuchiga ega? 88 ot kuchiga ega. Qarang, bu avtomobilga zavod tomonidan, kompaniya tomonidan kafolati bormi? Kafolat tomoni 40 ming kilometr mashinalarga garantiya beramiz. Uning ichiga motoriga, korobkasiga, reduktoriga garantiya beramiz. Qayta jihozlagandan keyin garantiya kuyadi, ha? Yo'q, qayta jihozlar, misol uchun agar gaz qo'ydirsangiz, Stak kompaniyasida mana bayroqlari turibdi. Stakdan agar qo'ydiradigan bo'lsangiz, garantiya ketmaydi. O'sha 40 ming kilometr 2 yil garantiya bo'ladi. Butka yoki tent qo'ydirsa-chi? Tent butka qo'yilsa ham garantiya o'lmaydi. Buni narxi qanaqa? Hozirgi kunda bu mashinalarimizni, avtomobillarimizning bugungi kunga narxi 184 million 600. 184 million 600 ming. Hozir qarang. Bu misol uchun sizda qanaqa to'lov turlari bor mashina olganda? Mashinani olganingizda mana qarang, ko'rib turganingizdek. Sizlar agar tadbirkorlar bo'lsa, tadbirkorlar 30 million to'lab ham olsa bo'ladi. Boshlang'ich to'lov 30 million to'lab, oyiga mana 6 million 131 mingdan tushadi. Necha yil? 4 yilgami bu? Bu 4 yilga. Hop, boshiga 30 million to'lab, 4 yilga 6 million 134 ming so'mdan tushadi, to'g'rimi? Shunaqa. Bu hozir bundan tashqari yana qanaqa modellari bor buni? Sizda modellari. Keyin yana bitta narsani eslatib o'tay. Hozirgi kunda bank orqali ham mana 53 million to'lab olsanglar bo'ladi. Oyiga mana 4 million 669 mingdan tushadi. Bu sizda hozir faqat avtokredit 25%, avtokredit va naqd pulga. Halol nasiya yo'q. Yo'q. Sizda halol nasiya yo'q. Boshlang'ich 53 million 534 ming. Boshlang'ich to'lov kimlar uchun bu?
Bu fuqarolar uchun. Oddiy fuqarolar uchun. Men bilan bunga o'xshagan fuqarolar uchun. Pasporti bo'lsa bo'ldi. Ha, biznesmenlar uchun boshlang'ich 30 million to'lov. To'g'rimi? Shu katta tashkilot bo'lganligi uchun sababli 184 to'lovlarni yo'lga qo'ygan. 600 ming so'm. Yaxshi. Bu qanaqa model? Bu 3 metrli modelimiz a. Bu 280, bunisi 3 metr. 3 metrli. Buni eni qanaqa? Buni ham eni bir xil. Hozirgi kunda bu ham 180 ga 3 metr. 160 ga 3 metr. 160 ga 3 metr, to'g'rimi? Bu ham xuddi shunday, faqat ozgina razmerda farqi bor. Salon holatlari hamma joyi bir xil. Changan o'zi juda baquvvat, o'zi mehnatkash mashina, bu xalqimiz ham juda yaxshi ko'radi bu mashinani. Chunki bu jahon tanigan mashina, o'zi hammaga foydali, manfaatli bo'lgan mashina. Buni narxi 199 million 100 ming ekan. 36 million tadbirkorlar uchun boshlanish to'lov, shundaymi? Tak, 57 million oddiy fuqarolar uchun. 57 million 739 ming so'm. 4 yilga tadbirkorlar uchun 6 million 459 mingdan tushar ekan, 36 million to'lov va bunisi boshlanish to'lov bilan 57 million 739 ming so'm. Bu 4 yilga oddiy fuqarolarga 5 million 35 ming so'mdan tushar ekan. Va keyingi mashinani ko'ramiz endi. Bu Changan Porter. Bu haqda ham qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz, buni salon yukxonasini hajmi qanaqa bo'ladi? Bu mashinamiz hozirgi kunda uzunligi 340 bunaqasiga 186. Eni 186. Bu qancha yuk ko'taradi? Buni yuk ko'tarishi 1 tonna 800. Hozirgi kunda mijozlarimizda 3,5 tonnagacha yuk ko'taryapti. Ha, o'zimiz xalq mehnatkashga ortadi-da. Buni baloni qanaqa? Bularning baloni 15. Yoqilg'isi. Yoqilg'i bular ham benzinda yuradi, ham zavodskoy gazlari bilan kelgan. Zavodskoy qanaqa gazda? Mana metan. Zavodskoy metan gazi, to'g'rimi? Mana zavodskoy metan gazlari bilan. Buni obyomi qanaqa? Nechtalik gaz bu? 100 talik turibdi. Aha. Shuni o'zida 150 kilometr yuradi. Buni motor holati qanaqa? Motor holati 144 ta ot kuchi. Aha. Undan tashqari spesialniy opsiyalar qo'ydirsanglar bo'ladi, monitorlar qo'ysanglar bo'ladi. Monitorlarni biz u yoqdan qo'yganmiz. Mana orqa tomonga yurgan paytingizda mana monitorlari bor. Ha, o'zining kameralari bor ekan, to'g'rimi? Shunaqa. Barchasida bormi bu? Faqat shu Changan Porterdan. Bu дополнительный opsiyani qo'ydirib beramiz o'zimiz. Ha. Zapaska balonlari, gazda holati juda go'zal. Buni kalti bormi sizning? Ko'rib turganingizdek, pultda ochiladi mashinlarimiz. Aha. Mana bu yoqqa kelib ko'rsangiz, Yaqinroq ko'rsating. mashinaning zo'r tomoni. Mana bunga hozir дополнительный opsiya qo'yganmiz. Bu tomoni ham ancha mashinamizga rol o'ynaydi. Doполнительный opsiyada mana anaqa sim karta ulasangiz bo'ladi. Undan tashqari mashina poloborot zavod, gazlari o'zidan ichidan regulovka qilasiz mana. Undan tashqari benzin, gaz ichida ko'rsatadi. Buni rasxod qanaqa benzin gazga? Bular 10-12 litr rasxod qiladi benzinga. Aha, 100 talik gazi bilan 150 kilometr yuradi. Yana bitta дополнительный qo'ysanglar ham bo'ladi. Necha tonnagacha yuk ko'taradi bu? Bu 1 tonna 800 ko'taradi, atak 2,5-3,5 tonna yuk bemalol ko'taradi. Ha, joni qattiq mashin bular. Lekin mashinani mana ko'rib turganingizdek mana baland. Ko'chalarda yurganingizda ham mashina baland. Konditsionerlari bor. Konditsioner hamma mashinamda bor. Aha. Hamma sotayotgan mashinam konditsioner bor. Pultlari bor ko'p. Mana bunisi dubl kabina. Bu dubl kabina. Qarang, buni narxini aytib o'tib ketaylik. Buni narxi 200. Hozir bu дополнительный opsiyasi bo'lganligi uchun buni narxi 299 million 500 chiqadi. Bu дополнительный opsiya bo'lgani uchun. Ata 295 million 100 turadi o'zining narxi. 295 million 100, shundaymi? Lekin buni mana arendaga olsanglar ham bo'ladi tashkilotda. Undan tashqari mana bank orqali kredit qilib beraman. Yarim kun vaqtingiz ketadi. 86 million bilan chiqib, 87 million bilan kredit chiqqan, 4 yilga 7 million 574 ming. Endi baribir pul bo'lsa naq olgan yaxshi lekin. Eri xotin bilan pasport bo'lsa bo'ldi. Pasport bo'lsa Xorazmgacha polni mashinalarimni olib yochishibdi. Masala yo'q. Hop. Bunisi dubl kabina. Bu ham Changan Porter. Ko'rib turganingizdek, bu ham baquvvat mashina. Bu 5 kishilik, to'g'rimi? Bu 5 kishi. Aha, buni 6 kishi ham sig'adi. Yukxonasi hajmi qanaqa? Mana buni kengligini bunda ko'rsanglar ham bo'ladi. Keng. Bort razmeri 3 metrga 186. 3 metrga 186. Necha tonnagacha yuk ko'taradi bu?
gazlarini ham ko'rishingiz mumkin. Yuk ko'tarish qanaqa buni? Buni ham yuk ko'tarishi xuddi mana shu 240lik bilan bir xil. Bir xil, ha? Odamlar bilan birga bemalol 3,5 tonna yuk ko'taradi. Endi bu yerda odam ham o'tiradi. Bular balonlari 15, to'g'rimi? Bularning baloni 14. 14 mi? 14. Qattiq balon. Bu benzin, gazda ham yuradi. Shunaqa. Gazi qanaqa? Gaz metan. Metan nechtalik? Metan bunda 65 talik turibdi, yana doполнительный mamutga qo'shsanglar bo'ladi mana. Bu Aha. ikkita bemalol 70 talik, 75 talik balon tushadi. Motor holati qanaqa buni? Bu ham motori bunikini ham bir xil. 144 ot kuchi Mitsubishi sep motor. Aha. Объем 2. Объем 2. Yaxshi. Bularchi? Bular ham changanga qaraydimi? Bular kama отдельный mana ko'rib turganingizdek mana yozuvlaridan ko'ring. Kama yozuvi. Bu ko'proq hozirgi kunda dasaflar olyapti Aha. va katta yuk ko'taradiganlar. Butun viloyat bo'yicha dasaflarda ham juda ko'p yuribdi. Bu mashina o'rgatuvchi mashina kiradi. Ham buni объемi 5 tonnagacha yuk ko'tara oladi. 5 tonnagacha yuk ko'tarsa, buni razmeri qanaqa? Buni razmeri ustunasiga hozirgi kunda 420 ga Aha. 180. Bu ikkalasi bir xil, to'g'rimi? Da. Bu hozir yoqilg'isi qanaqa? Buni yoqilg'isi benzin, Aha. motor dizel emas. Bunga yana дополнительный metan qo'yib, metan ham qilsa bo'ladi. Bu nechta rasxod qanaqa buni? Buni rasxodi 15 litr Yuziga. yuziga. Buni nomi Kama Kama. Porter. Buni ham kreditga ham, naqdga ham olsanglar bo'ladi. Mana. Ha. Naqdga qancha kreditga? Mana ko'rib turgan arendaga olsanglar, misol uchun, ishlab chiqaruvchilar, tadbirkorlarga beraman. Mana 100 million to'lab olsa bo'ladi. Oylik to'lov ma'lum. Bu bank orqali. Men ham bir kunda chiqarib beraman. Voy, yaxshi. Faqat buni bitta tomoni bor, konditsioneri yo'q. Buni konditsioneri yo'q. Faqat konditsioneri yo'q, qolgan hamma narsasi bor. Mashina baquvvat. Shunday ko'rsatib o'rsang ham bo'ladi. Tepadan. Elektronikalari bor ekan. Yaqinroq olib kelib shuni ko'rsatib o'raylikda. Salon holati ham juda chiroyli ishlangan. Tushinglar mumkin. Orqa opsiyalari bor. Zadniga urgan paytda ovoz chiqaradi Ha. va ko'rsatadi. Bu yoqda bulari qanaqa? Bu ko'rib turganingizdek, bu ham xuddi bir xil model. Aha. Ammo bu prom tovarni deydi. Prom tovarni mana ko'rib turganingizdek 387 million 400 turadi. Bu haqda ham qisqacha ma'lumot berib olasiz. Qanaqa gazda, buni motor holati qanaqa, o't kuchi? Bu ham 150 ot kuchi. Aha. Bu ham benzinovoy mashina. Buni holati mana men ko'rib turibsiz, mana bo'shliq turibdi. Bu Bu gaz joyiga uchun. bemalol gaz qo'shinglar bo'ladi. Ha, bu butkalik ekan. Da. Orqalarini ham ko'rsatib o'ramiz. Onli butkalari ham, furgonlari ham qulf kalitlari bor ekan. Tushinglar mumkin. Ichini ham bitta ochib ko'rsatib o'ramiz, ha. Ichlari mana keng. Buni razmeri ham bir xil buniki bilan, yo uzunroqmi? Bu 460. 460 ga enichi? Qaysi? Eni buni. Yeni 210. Necha tonnagacha yuk ko'taradi? 5 tonnagacha yuk. Butkani balandligi necha? Butkani balandligi 180. Hozir refrigerator qo'yilmagan bunga. Yo'q. Bu ichi sandwich, to'g'rimi? Buni razmeri qanaqa? Qaysi? Buni razmeri, butkani razmeri. Buni ham butkani razmeri 460 ga 210. Bu ikkalasi farqi bu alikafon bu sandwich butka, холодильник. Aha. Bu zavodda yasalgan. Bu ikkalasi ham zavodskoy, to'g'rimi? Qo'lda yasalmagan. Juda chiroyli. Buni narxi qanaqa va qarang, narxidan oldin bitta ma'lumot berib ketaylik. Balonlari, yoqilg'i hajmi, yoqilg'i yeyishi yuziga va qanaqa yoqilg'ida bu hozir? Bu ham benzinovoy yoqilg'i. Aha. Balonlar razmeri mana ko'rib turganingizdek, mana. Aha. 16. Bundan tashqari benzinda yuradi. Keyin buni konditsioneri bor ichida. Ikkalasi. Buni konditsioneri bor. Bu narxi ham qimmatroq ekan. Salon holatlari, onli magnitofon, hamma narsasi bor ekan, multimedia. Buni narxi 429 million. Buni ikkilamchi bozor qilib ham sota olaman. Ikkilamchiga olsa ham bo'ladi. Buni ham ikkilamchiga olsa bo'ladi. Ikkilamchi haqida qisqacha ma'lumot berib o'rsangiz, ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Ikkilamchi bu notariusdan o'zligini nomiga
Afg'onlik qilib beraman. Kreditni ikkilamchi qilib bera olaman. Bu 123 million boshlang'ich to'lov bilan 4 yilga 10 million 830 ming so'mdan tushar ekan. Bu 387 million 400 ming so'm. Bunda ham avtokredit bormi? Ha, bu tushdimi? Da. Tak, bu boshlang'ich to'lov 111 million 377 ming. 4 yilga 8 million 236 mingdan tushar ekan qolgan. Yaxshi. Buni ham konditsioneri bor. Buni ham konditsioneri bor. Bu yoqda qanaqa yuk mashinalar bor? Bu yerda bizada yana zavodskoy mashinalar ham bor. Aha. Bu modeli qanaqa? Bu dubl kabinka. Razmer. Razmeri 220 ga 160. 220 ga 160. 20 ga 160. Aha, buni qarang. Yuk ko'tarish hajmi qanaqa? Necha tonnagacha yuk ko'taradi? 1 tonna ko'taradimi? 1 tonna 260 kilo. Aytilishi yozilgani. Ha, bo'lmasa 2 2 tonna tonnagacha ko'tarar ekan. odam. Balonlari nechilik buni? Balonlar 14 lik. Yoqilg'isi qanaqa? Yoqilg'isi benzin 7-8 litr yeydi. 7-8 Bak 45 litrli. Ha, yaxshi. Bu ham sep motor. Keyin materiallar, mashinalarimizdan juda baquvvat chiqqan. Bu Chang'an KVS hisoblanadi. Aha. Xitoyda 6 ta zavod bo'lsa, bittasi bizaniki bo'ladi. Eng baquvvat. Zapchastlarni ham faqat zavodda o'zidan olib. Ha, keyin yana bir narsa. Bu Chang'an mashinalar sotyapsiz, to'g'rimi? Ertaga misol uchun bu temirga hech kim javob bera olmaydi-da. Misol uchun garantiyasi bo'lishi mumkin. Misol uchun 40 ming kilometrgacha garantiya bor, Lubboyga. Buni sizda zapchastlari bormi? Hamma zapchastini olib qo'yganman. Hamma zapchas. Hamma. Necha xil zapchas bor ketadi? Servislarimizda bor, 1200 zapchas ketadi. 1200 xil zapchas. Servislarimizda bor, undan tashqari servisda ertalab 9 dan kechasi 7 gacha ishlaydi. 1 dan 2 gacha olib beradi. Faqat shanba olti kunlar servis ishlamaydi. Bu mashinalar asosan kimlarga maslahat bera olasiz? Buni ko'proq fermerlar yaxshi minadi. Hozirgi kunda chet ellardan ko'rgan bo'lsangiz, har bitta xonadonda bitta yengil mashina, bitta mana shunaqa mashina turadi. Mashina bo'ladi. Bu gruzovoy mashina. Lapatga ketma orsangiz ham qirilsa, chizilsa bilinmaydi. Ha, yengil mashinada bilinadi. Bu o'zi pikapda rol o'ynaydigan mashina. Ham oilaviy ham ketaversa bo'ladi, dubl kabinka. Mehmonga borsangiz ham uyalmaysiz. Yosh pullar yursangiz ham konditsionerlar bor. Keyin Bamadagi budkalar yasatib olsangiz ham bo'ladi. Bemalol, tent, budka. Pradvijnoy ham, budka ham yasasangiz bo'ladi. Juda chiroyli. Motor holati qanaqa buni? Bular ham motori 88.4 sep motori kiradi. O't kuchi? O't kuchi 88.4. 88. Bu ham Mitsubishi yaponskiy motor. Keyin mana oldi qismiga qarasangiz, mana shu oldi qismi ham uyaltirmaydi. Mana shu logotip mashinani ko'rsangiz, bilingki, O'zbekistonga eksport bo'layotgan KVS mashina bo'ladi. Chang'anda adashmaydi, har xil turi bor. Lekin eng baquvvati, eng chidamli mashina mashina bo'ladi. Keyin zapchas jihatdan ham, servis jihatdan ham biz zavodda o'zidan olib kelamiz. Keyin mana faralari ham hammasi o'zimizda zavodskoy bor hozirgi kunda. Barcha zapchaslari bor. Mana qanaqa model? Chisti zavodskoy холодильник -5 ga ishlaydi. Buni 111 ta ot kuchi. Mana bunga e'tibor beringlar. Buni bitta narxini aytib o'tib ketaylik. Buni narxi hozirgi kunda 196 million 300. Bank orqali olsangiz 56 million 927 ming. Agar tashkilotlarga olsangiz 30 million to'lab turib 7 million 68 ming to'lasangiz bo'ladi. Keyin ikkala turda ham esingizdan chiqarmanglar. Xohlagan paytingizda misol men buni 4 yilga olib turib, buni 3 yilga olib turib ham, 4 yilga olib turib ham yopib ketsangiz bo'ladi. Bunaqa shart emas. Oldindan yopib tashlasa bo'ladi. Bu qandaydir foizlar kesiladimi? Bo'lmaydi. Eng optimalniy variant hozirgi kunda. Bu haqda endi ma'lumot berib o'ring. Bu ham Chang'an холодильник, mana bu yoqdan kelib ko'ring. Bu faqat -5 ga ishlaydi. Bu asosan zavodskoy. O'zini sifatini yo'qotadigan mahsulotlar tashish uchun mo'ljallangan. Go'sht, sut, muzqaymoq, shunaqa narsalar. Ko'proq go'sht mahsulotini Qashqadaryo, Surxondaryodan ko'p olib kelishgan. Go'sht mahsulotlari, sut mahsulotlari. Buni yoqilg'isi qanaqa? Ham ko'p olgan, apteka. Aptekalarga o'zi asosan shular ketadi-da. Ko'rib turganingizdek, mana zavodskoy, mana qalinligini ko'ring. Chisti zavod. Qo'llari ham reflyonli. Mana. Bu zavodda ishlab chiqarilgan холодильник. Buni ham balandligi 1.70. Balandligi 1.70 shunaqami? Uzunasiga 3 metr. Eni qanaqa buni? Eni 1.7, bunaqasiga eni 1.60. 1.60, uzunasi 3 metr. 3 metr. Yaxshi. Buni gazi qanaqa?
Gaz zavodskoy metan qo'yilgan. Nechtalik? Mana. Zavodskoy metanda. Zavodskoy 75 talik qo'yilgan. Lekin buni ichida оборудованияsi zavodda qo'yilgan. Benzinga ham yuradi. Benzin rasxod qanaqa? Mana bu zapravochnilari zavodskoy qo'yilgan. Benzin rasxodi qanaqa? 100 ga nechta? Ularni benzin rasxodi 9 litr. 9 litr. Lekin qarshilaydigan mashina bular mehnat qiladi, uyaltirib qo'ymaydi hech qachon. Shuning uchun ham 2 asrdan beri foydalanib kelinmoqda. Bu ikkalasi bir xil, shunaqami? Bu 3 metrligi. Bu 3 Boya metr. ko'rsatuvdim-ku. Boya tunikaligini ko'rsatdim, bu tunikasi 3 metrlik. Bu narxi bir xil, ha? Yo'q, buni mana tunikasini narxi uncha kesib ko'rsanglar, buni narxi qarang. 193 million 100, boshlang'ich to'lov 55 million 999 bo'lsa, men 30 million to'lab 6 million 494 mingdan tushadi. Mana telefon raqamlarimiz. Bemalol murojaat qilib bo'ladi. 4 09 11. Otim Akmal. Mana bu ertalab 9 dan 7 gacha ishlayman, 1 dan 2 gacha obed. 1 dan 2 gacha obed. Qolgan любой vaqt kelsa, xohlagan turdagi yuk Yo'lga mashinasini kelib, mashinalar mana plashatkalar qilganmiz. Minib, ko'rib, zavod qilib, ustalar bilan kelib, kuzov ustalarimi, motoristmi kelib, ko'rib, tanishib olsanglar bo'ladigan sharoitlar qo'ygan. tekshirib olsa bo'ladi. Bez muammosi yo'q. Anaqa katta servislarimni men olib borib ko'rsataman. Misol uchun qarang. Misol uchun Xorazmdan ko'radi bizni Qoraqalpoq, Andijon, Vodiy. Misol uchun bitta kompaniya ochilyapti. Oddiy sut mahsulotlar ishlab chiqaradi. Katta qilib. Shunga 5 ta yoki 10 ta yuk mashinasi kerak. Misol sizdan kelib olib ketish kerakmi yoki siz yetkazib bera olasizmi? Bizda mana majburiyatlarni olganmiz, garantiya beramiz. Keyin mashinalar bilan ko'rib turganda bemalol 5 ta 10 tasini пересеяga olsanglar bo'ladi. Keyin пересеяni olgan taqdirlarda ham biz NDS to'lovchimiz. Agar NDS to'lovchi bo'lsa, 12% NDS ham o'zligiga ishlatishga foyda qoladi. Перечислениyaga ham, naqdga ham biz hamma to'lovlarni mujassam qilib qo'ygan. Masala yo'q. U yetkazib bersa ham muammo yo'q. Yo'q, mana xolodilnikni o'zimiz mana tayyorlaganmiz. Hozirgi kunda mana yoz kelyapti, morojniy deysizlarmi, go'sht deysizlarmi, mana xolodilnik bor. Qisqasi o'zining sifatini yo'qotadigan mahsulotlar tashish uchun mo'ljallangan. Mana bu alikafonlik variant. Bu alikapont qilingan. Alikapontni zo'r tomoni ertaga shox-shox bilan orasida yursanglar yirtilib ketmaydi. Istarsa qilmaydi. Bularda endi ozgina sal qiynalasizlar, lekin mana tentliklarda bularda qiyinchilik. Bular ham bular bilan bir xil, to'g'rimi? Bu Changan Porter. Mana Changan Porterga shuni yasatganmiz. Bundan tashqari zavodskoylari ham bor, xolodilnik. Buni gazi qanaqa hozir? Bunda ham gaz 100 talik. 100 talik? Bunga ham 100 talik balon. Mana qo'yilib, mana zavodda ko'rib turganingizdek qo'yilmagan, buni qo'yib beraman 100 talik ichida. Xohlasa, ichida. Xo'p, keyin benzin, dizel emas, bu yerda birorta mashina. Hamma mashina benzin. Hammasi benzin. Hammasi benzin. Nechta rasxoti buni? Bularning ham 10-12 litr rasxoti bor. Yukxona hajmi? Yukxona hajmi 340 ga 186. 180. Necha tonna yuk ko'taradi bular? Bu ham xuddi shunda 3,5 tonna ko'taradi. 3,5 tonnacha bemalol ko'taradi. Bu asosan alikafon. Bu universal. Xorazmgacha polni yuribdi. Eng ko'p Xorazm, Qashqadaryo, Surxondaryo olgan. To'g'risini aytaman. Buni narxi 326 million 300 ming so'm. Boshlang'ich 131 million bilan chiqarkan, 3 yilga 9 million 32 ming so'm. Bunisi xolodilnik. Refrigerator qo'yilgan. Refrigeratorlar qo'yilgan. Bu xolodilnikimiz 3,5 metrga 186. Katta xolodilnik. 3,5 metrga 186. Refrigerator nechilik? Plyusovoy minus. Bular plus 5 ga ishlaydi. Ya, minus 5 ga ishlaydi. Minus 5 ga ishlaydi. Lekin yana bitta tomoni bor, regirovka qilsa minus 18 gacha ham ishlaydi. Bu ham hozir benzin, bu propan gaz ekan. Bunga propan qo'yganmiz. Agar propan men ana qilaman deganlarga taklif bersa, mana propani bilan tayyor olib ketishadi. Yaxshi. Bu ham benzinda yuradi. Bu mashinalarni esingizdan chiqarmanglar, hammasiga 40 ming kilometr garantiya. Komfort, lekin вообще zo'r. Bitta kamerani olib ko'rsat. Buni oldida inomarkalanmish narsa emas-ku. Tushsasin. Only monitor. Juda chiroyli. Konditsionerlari bor. Shunaqa ketaveramiz, Fayzullo. Elektronik ekan, hamma joy. Tak, buni endi narxini ko'ramiz. Narxi 393 million 70 ming.
Boshlang'ich to'lov 113 million 990 mingdan 4 yilga bo'lib to'lash sharti bilan oylik to'lovi 9 million 940 ming so'm. Va bu navbatdagi mashina. Bu haqda ham bitta qisqacha ma'lumot berib o'rsangiz. Bu ham alikafonlik variant budkasi, shunaqami? Ichi faner. Bu mashinamiz ham aligapon. Qulay tomoni 3 ta eshikli. 3 Bu eshikli ham budkasi. balandligi. Mana ko'rib turganingizdek, fanerni afshifat qilganmiz. Ichida chiroqlari bor, 3 eshikli. Bu ham mana kengligi, balandligi 1.75, kengligi 1.60. Yuk bo'tgan dunyoni yuk ketadi. 2 tonnaga yuk ko'taradi bu? Bu 2 tonnaga yuk ko'taradi. Bu hozir benzinda, to'g'rimi? Bitta oziq-ovqat magazini bor odam ro'zg'orini bemalol bitiradi. Shunaqa. Xullas kalom, har bitta mashina bitta oilani ro'zg'orini bitiradigan mashinalar. Shunday. Eng kamida 500 ming 1 million pul topadi. Kuniga. Mana ma'mula ham bemalol 1 million 1,5 milliongacha hozirgacha pul topadi. Ular 500 mingdan 1 milliongacha puli bor. Bu hozir gaz qo'yilmagan bunga. Yo'q, gaz qo'yilmagan, gazni 8 millionga qo'ydirsanglar bo'ladi. 8 millionga stakdan qo'yiladi. Polsha Italiyaniki kobralari bilan qo'yib beradi. Bu degani polni mashinani kompyuterlashtirib, zajganalarini ham qilib beradi. Motor holati qanaqa buni? Motor holati bu ham 88 ot kuchi. Kuchli motor kiradi, bu ham Mitsubishi motor. Podyomlarga ham bemalol yuradi. Bu ham hozir vodiylar ham polni Qashqadaryo, Surxondaryodan tashqari Namangan, Qo'qon polni oladi. Javob ketadi. Narxi naqd pulga 219 million 100, arenda vik tak boshlang'ich to'lov 56 million bilan 4 yilga 6 million 459 mingdan olib ketsanglar bo'ladi. Va bu navbatdagisi bu tentli variant. Bu tentli furgon, shunaqami? Bu tentli, bu ham ichi faner qilingan. Uni ham balandligi 1.75. Bundan tashqari bu mashinamiz ham mana tadbirkorlarga bu pul to'lab olsanglar bo'ladi. Tenti bilan tayyor mashinani olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Faqat gaz yo'q, gaz qo'ydirsanglar gazni 4 soatda qo'yib beraman. 4 soatda qo'yib berasiz. 4 soatda gaz qo'yib beramiz. Gap yo'q, yaxshi. Keyin gazni qo'ydirgandan tashqari biz polni uni regirovka ham qilib beramiz. Minib ko'rib, test drive qilib, ko'nglingizni yoqqandek chiqib ketasiz. Bu to'rtburchak variant va bu yig'ma variant ekan. To'xtang, bitta narxini aytib o'tib ketaylik. Changan 3M tent karkas. Bu hammasi ruxsati bor, to'g'rimi? Hammasi hujjati bor. Tentli furgon, yuk furgon, refrigerator, xolodilnik. Tak, bu 210 million 500 ming so'm naqd pulga 4 yilga bo'lib to'lash sharti bilan oylik to'lovi 6 million 459 ming so'm. Bu navbatdagi bu yig'ma tentda. Tak, buni ham bitta ko'rib chiqamiz. Yig'ma tent qulaylik tomoni hozirgi kunda. Buni qulaylik tomoni sizga kerak bo'lmagan vaqtda akkuratni qilib oxirga yig'ib qo'ysangiz bo'ladi. Mana ichki holati. Ko'rishinglar mumkin, mana qaychilari pasti bu relsli bo'ladi. Bemalol surib qo'ysanglar bo'ladi. Продвижной deb aytadi buni. Hamma katta mashinalarimga ham qidirib bera olaman. Продвижной tent deydi. Xohlagan mashinaga, to'g'rimi? Tak, buni yukxonasi razmeri qanaqa? Buni razmeri ham xuddi shunaqa 280 ga 160. 280 ga 160. Necha tonnagacha yuk ko'taradi bu? Bu ham 1 tonna 360 kilo yozilgan 2 tonna yuk ko'taradi. Bemalol. Qanaqa yoqilg'isi? Yoqilg'i bu ham benzin 7-8 litr benzin yeydi. Yuk bilan 10 litrgacha yeydi oshib borsa. Shunaqa. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana ko'rdinglar. Necha xil modeli bor, o'zim men ham adashib ketdim, ama ko'rdi. Ha, bir 10 xil model bor, 2 tonna, 3 tonna, 4 tonna, 5 tonna ko'taradigan mashinalar bor. Bemalol ko'taradi, to'g'rimi? Xohlovchilarga avtokreditga ham chiqarib beraverasiz. Mana O'zbekiston Respublikasida nima to'lov bo'lsa, hammasini qilib beramiz. Qilib berasiz. Asilbek, shunchalik mana bizning mahsulotlarni ko'rsatyapsizlar. Hozirgi kunda mana jamiyatga foyda yetyapti. Bu mashinalarni tadbirkorlar minadi o'zi ko'proq. Shunday tadbirkorlar oilani boqaman degan, normal ish qilaman deganlarga mana texnika bu. Shu mehnat qilaman degan odamlar minadi. Shu qora qozonim yaxshi qaynab tursin degan odamlar minadi. Hurmatli obunachilar, bu Akmal akamizda mana 10 dan ortiq barcha turi mavjud Changan yuk avtomobillarini aytib o'tdim. Bu avtomobillar 200 yillik tarixga ega va hozir jahon bozorini ushlab kelyapti. Hali birorta avtomobil to'g'risi sindira olgani yo'qda bularni. Bular tarixi qadimga borib taqalar ekanda. Xo'p, sizlar hozir qarang. To'lov turlari avtokreditga chiqarib berasiz. Naqd pul faqat, shunaqami? Avtokreditga olsanglar bo'ladi. Arenda vik qilib beraman. Arenda vik. Xo'p. Keyin undan tashqari, misol uchun, agar 2000 dollar puli yetmasa, mijozlarni 2000 dollarini 3 oyga, 4 oyga bo'lib beraman. 5% bo'ladimi? Bu 5% bo'ladi. Nobodi.
Endi hammada sharoit har xil bo'lishi Shunaqa. mumkin. To'g'ri keladi, $1000, $2000 qaytib ketmasligi kerak. Lekin eng zo'r variant menda hozirgi kunda Qo'shqadaryo, Samarqand, Buxoro odamlari kelyapti. 60-65% gacha pulni to'lab 4 yilga kredit chiqaryapti. Ular 1 yil, 1,5 yilda inflyatsiyani hisobiga bemalol to'lab tashlaydi. Shunaqa, lekin yaxshi, xalqqa manfaatli bo'lsa bo'ldi. Hammamiz shu xalq uchun, o'zimiz uchun yuribmiz. Shunaqa. Bitta qisqacha manzil tushuntirib yuborsangiz. Bizlarni hozirgi kunda mana ko'rib turganingizdek, mana Index bozoridamiz. Aha. Index bozoridan tashkil topilganiga 2 yil bo'layotgan bo'lsa, yil bo'ldi. shu yerdan keyin ofis ochganmiz. Bu yerda eng zo'r tomoni shunda kirganingizda tepasiga Changan deb yozib qo'yganman, telefon raqamim ham turibdi. Ofislarimiz shu yerda. Ertalab 9 dan kechasi 7 gacha ishlaymiz, 1 dan 2 gacha obed. Xo'p. Faqat shanba kuni obedgacha, oddix kuni dam olish kunlarimiz. Yaxshi. Bitta telefon raqamingizni aytib yuboring. Telefonlarim 33lik 174 09 11. 33lik 174 09 11. Akmal aka, sizga katta rahmat. Sizlarga ham Xudo xohlasa, rahmat. yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Shu xalqimizga manfaatli bo'lsin, shu xalqimizga foydamiz tegsin. Xudo xohlasa, xalqimiz ham qo'llab-quvvatlab, bizga obuna bo'lib, poddershkani bosib turinglar. Hurmatli obunachilar, videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlaverasizlar va keyingi videolarda qaysi yuk avtomobillarni sizlar uchun obzor qilaylik, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Avtofurgon to'g'ri tanlov. Sog' salomat bo'ling.